Всем salom hurmatli tomoshabinlar. Bugun sizlar bilan Adin Expert ilovasidan ro'yxatdan o'tishni ko'rib chiqamiz. Boshida bizga ilova kerak bo'ladi. Agar ilovasi bo'lmasa, bizning YouTube kanalimizda ssilkasi bor, shu orqali ham kirsa bo'ladi. Mana kirib oldik. Ko'rib turganingizdek, tepada kirish va ro'yxatdan o'tish degan knopkalarimiz bo'ladi. Ro'yxatdan o'tishni bosib olamiz va bu yerda 4 ta bosqich orqali ro'yxatdan o'tsa bo'ladi. Eng tezi bir bosqichda, keyin telefon orqali bunga raqamingizni yozasiz, sizga сообщение keladi va uni kiritganingizdan keyin akkauntingiz avtomatik ochilib ketadi. Keyin email orqali ham xuddi shu telefonda bir xil, lekin unga email kirishingiz kerak. Eng pastdagi ijtimoiy tarmoqlar bu shu o'zimiz bilgan Facebook, Instagram orqali kirsa bo'ladi. Bugun eng tez bir bosqichlarni ko'rib chiqamiz. Bosganimizdan keyin mamlakat, valyuta, bonus va promokod degan joylar bor. Mamlakat o'zingiz yashab turgan joyda yozasiz. Valyuta menga masalan dollar da tushunish osonroq. Mana bu promokod degan joyga xuddi men yozganimda yozishinglar shart bo'ladi. Keyin pastda tasdiqlab ro'yxatdan o'tish knopkasini bosasizlar. Hamma narsani shu videodagidek qilsalar adashmaysizlar. Keyin mana shu yerda men robotman emas degan joyni bosib olasizlarda. Tamam. Mana bu yerdan o'tib olganimizdan keyin bizga login parol beradi. Buni screen qilib olamiz, chunki ertaga bu bizga kerak bo'lib qoladi. Keyingini bosamiz va mana ko'rib turganingizdek, uje bizni login parolimiz bor va akkauntimiz ham bor. Eng pastdagi menu degan joyga kirib olamizda, o'zimiz tepadagi ID'mizni bosamiz va bu yerda ma'lumotlarni to'ldiring degan joy bor. Shuni bosib, har bittasini to'g'rilab yozishga to'g'ri kerak bo'ladi. Agar buni yozmasangiz, ertaga pul tiksangiz yoki pul chiqarmoqchi bo'lsangiz, siz akkauntingizdagi hamma narsani to'ldirmaganingizni deb sizga pul chiqarib bermasligi ham mumkin. Sizlarga yana bir marta eslatib o'taman, promokod degan joyga AA023 deganni aniq yozishlarga to'g'ri kerak bo'ladi.